Ahmad Beyjon Erjalasun, Gulnor. 7-qism. Sariq mo'ylovli turk professori. Turk hay'ati Muhammad Solih va uning do'stlarini boshqa ko'rmadi. Ishtvan Mandoki qo'ng'irni ham ko'rishmadi. So'nggi muhim voqea turklarga ozariylarning mehmondorchilik taklifi bo'ldi. O'rxon Nodiyning o'zbek ma'murlaridan olgan xabarga ko'ra, ozariy olimlari KGB agentlari bo'lishi mumkinligi haqida bo'ldi. Shunga qaramay ularning taklifini rad qilishmadi. Ammo ehtiyotkor harakat qilib, ozariylar bilan muhim narsalarni gaplashmaslikka ahd qilishdi. Ozariylarning taklif qilgan yeri bar, restoran edi. Suhbatlashishga mos joy emasdi. Ingichka mo'ylovli uzun bo'yli Oydin Mamedovning ko'zlari chaqnardi. U suhbatni falsafiy yo'nalishga solmoqchi bo'lib ko'rdi, ammo buning uddasidan chiqa olmadi. Turklar shovqin surondan quloqlari bitganini bahona qilishdi, biroq sirboy berishmadi. Gulnor bu yerga kelmagandi, lekin bu uchrashuv haqida raport yozdi. Ikkinchi muhim voqea Gulnorning professor Oysha Qilich va O'g'izni Toshkent bozoriga olib borgani bo'ldi. O'g'iz bunga ikki sababdan sevindi. Ham Oysha xonim bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan, ham unga o'zbek xalqi bilan bevosita ko'rishish imkoniyati paydo bo'lgan edi. Bozor rang-barang edi. Sabzavotlar va mevaning ko'pligi O'g'izni sevintirdi. Moskva ko'chalarida chirigan uzum uchun navbatda turgan odamlarni eslab, o'zbeklarning omadli ekanidan g'ururlandi. Buni Gulnorga so'yladi. Gulnor o'zbeklarning Moskvaga uchoqda meva-cheva olib borib sotishlarini aytdi. Oysha Qilich bir necha metr atlas sotib oldi. Porlagan ranglar yuqoridan pastga chizgi bo'lib to'kilardi. O'zbek ayollarining bosh oyoq kiygan atlas ko'ylaklari ularga alohida o'zlik bag'ishlardi. Mehmonlar kasseta sotayotgan sayyor sotuvchi oldida to'xtashganida ularni odamlar o'rab olishdi. Gulnor bundan bezovtalandi. O'g'iz esa sevindi. O'g'iz savollarga bir hasrat bilan javob berardi. Oysha xonim va O'g'iz bir necha kasseta sotib olishdi. Gulnor bu yerda uzoq turmasak yaxshi bo'lardi deganidan so'ng mehmonlar yo'lida davom etishdi. Katta ko'cha kenarlarida kabob va palov sotayotgan ko'chma do'konlar bor edi. U yerdan olgan shashlik O'g'izga tadbir ziyofatida yeyilganidan lazzatliroq tuyuldi. Gulnorning raporti esa har kungidan ancha batafsil bo'ldi. Samarqand sayohati 1,5 kun davom etdi. O'g'iz o'zini tarixning ichida yashayotgandek his qildi. Bibixonim madrasasi hovlisidagi chinni parchalardan birini Gulnorning ruxsati bilan o'ziga oldi. O'g'izning firuza va yashil ranglarga burkangan Registon o'rtasida yurib boqishlari Gulnorning diqqatini tortmagandi. Biroq Amir Temurning qabri ustida turklarning qo'l ko'tarib Fotiha o'qishi o'zbeklarni ham, xorijiy sayyohlarni ham hayron qoldirdi. Gulnor O'g'izga qo'shilib qo'lini Fotihaga ko'tarmoqchi bo'ldi, ammo ko'tarmadi. Bunday harakatni boshliqlariga izohlashda qiynalishi haqida o'yladi. Lekin qo'lini ko'tarmasdan ichida Fotiha o'qish istagi keldi. Bundan Gulnorning o'zi ham hayratlandi. Ilk dafa O'g'izning qiyofasiga asir bo'ldimmikan degan fikr ham keldi ko'ngliga. Buni kechirish mumkin emas edi. U o'z mamlakati va davlatini sevadi. Bunday fitna xayollardan uzoq bo'lishi kerak. U o'z raportida turk hayatining Fotiha o'qigani va O'g'izning olgan chinni parchasini ham ipidan ignasigacha tasvirladi. Lekin xayoliga kelgan xiyonatchi fikrlar haqida yozmadi. Konferensiya tugadi. Mehmonlar uy-uylariga jo'nab ketishdi. O'zbeklar Moskva, Olmaota va Bokudan kelgan mehmonlar bilan ham ahil bo'lib qolishgandi. Avropadan kelgan mehmonlar ham ularga endi u qadar begona emas edi. Biroq Turkiyadan kelgan olimlar hay'ati O'zbekiston uchun bir voqelik edi. O'zbek ziyolilari bu haqda keyin ham ko'p gapirishdi. Gulnorning holati esa boshqacharoq bo'ldi. Moskvadan va Bokudan kelganlarning fikrlari, yurish-turishlari uning uchun yangilik edi. Turkiyadan kelganlar esa o'zlarini tutishlari, kiyinishlari bilan ekspluatator kapitalistik tuzum mansublari ekanliklarini darrov namoyish qilishgandi.
Lekin Gulnor yana shuni ham sezgandiki, ularda tashviqotchilik ruhi yo'q edi. Ularning fikrlari har xil va buni erkin ifoda eta olishardi. O'zbek turki yoki ozariy turki kabi iboralar panturkistik terminologiyaga oid bo'lishiga qaramay, turklar ularni kundalik so'zlari kabi ishlatishaverardi. Goh-goh o'zbek turki demasdan o'zbek yoki o'zbek turkchasi demasdan o'zbekcha deb ham bemalol aytishaverardi. Shunday ekan, nahotki turk hay'ati a'zolarining hammasi josus bo'lsa, Gulnor loaqal bir nechtasining mutlaqo agent emasligini anglagandi. Lekin O'g'izni u agent emas deya olmasdi. Taniqli dongdor olimlarning ichiga bir aspirantning qo'yilishi shubhali edi. O'g'izning kam gapirib, atrofdagilarga quloq solishi bu shubhani yanada kuchaytirardi. Faqat mavzu dostonlarga kelganida yoki Gulnor bilan yolg'iz qolishganida O'g'iz tilga kirardi. Gulnorni eng ko'p bezovta qilgan nuqtalardan biri turk so'zi edi. O'zbek va turk so'zlarini yonma-yon qo'yish mumkinmi? Gulnorning bilgani shu mesxeti turklari edi. 1944-yili O'zbekistonga kelib, o'zbeklardan ham yaxshiroq yashay boshlagan uddaburon kishilar. Ular ilmiy sotsializmga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan bir kapitalist ucharlar edi. Shular bilan o'zbeklarni qiyoslash Gulnorning g'ashini keltirardi. Qorlig'ashev Gulnorga yangi vazifa berdi. Ularga yaqinlashish uchun zaminni Qorlig'ashev tayyorladi. Yozuvchilar uyushmasidagi odamlar orqali Muhammad Solihning she'riyat kechasini uyushtirdi. Gulnor uchrashuvda tinglovchi sifatida qatnashdi. Gulnor suhbatdan keyin sirli savollari bilan Muhammad Solihning diqqatini tortdi. She'rda metaforaning roli haqida ayyorlarcha savollar bergan Gulnor Muhammad Solihda satr ostidan ma'no izlaydigan odam taassurotini qoldirdi. Uchrashuv so'ngida Muhammad Solih siz bilan uchrashib turaylik dedi. O'sha kundan beri Gulnor Muhammad Solihning uyida bo'ladigan suhbatlarning doimiy mushtarisi bo'ldi. Gulnor Muhammad Solihning uyida bo'lgan suhbatlardan turklar bilan bo'lgan aloqalarning butun tafsilotlarini o'rganib, Qorlig'ashevga raport yozdi. Kontora endi Anvar Murodning turklardan turkchilik asoslari kitobini so'raganini ham bilar edi. Sariq mo'ylovli odam asli qipchoq edi. U xalqaro madaniy aloqalar shartnomasi doirasidagi dastur bo'yicha Sovet ittifoqiga kelgandi. Toshkentda ham 2 kun bo'lishi kerak edi. Qorlig'ashev Gulnorga yangi vazifa sifatida bu sariq odam professor Dursun Yildirimga yo'l ko'rsatuvchi bo'lishni topshirdi. Sariq mo'ylovli bu odam o'sha major professorga juda o'xshardi. Gulnor Ishtvan Mandokining so'zlarini tinglagan kunini esladi. Professor Yildirimni havo maydonida kutib olishdi. Uning yo'g'on ovozi Gulnorning diqqatini tortdi. Mehmonxonada nomeriga kirib chamadonini qo'yarkan, professor Yildirimning mo'ylovi Ishtvan Mandokini eslatishini o'yladi Gulnor. Gulnor 2 kunlik programmani professorga 2 daqiqada tushuntirdi. Sizning programma doirasidan tashqarida biror istagingiz bormi? Dedi Gulnor. Tashakkur, dedi professor. Yangi programma tayyorlabsiz. Zotan men ham folklor odamlari bilan ko'rishishni orzu qilgandim. Akademiyada ko'risharkanmiz. Albatta, yangi ziyoratingizda ular bilan sizni ko'rishtiramiz, dedi Gulnor. Alpomish dostonining plastinkalarini ham topsak yaxshi bo'lar edi, dedi professor Yildirim. Uni ham topamiz. Men istagingizni kerakli odamlarga aytib qo'yaman. Vaqtimiz oz. Plastinkalarni topishda qiynalib qolmaylik. Professor Yildirim bu qizning turkun qomati va shaxdam qadamlariga nazar tashladi. Qizning yashil ko'zlari esa uning yanada ko'proq e'tiborini tortdi. Professor Yildirimning Sovet ittifoqiga birinchi kelishi emas edi va bu yo'l ko'rsatuvchilarning aksariyati ayg'oqchi bo'lishini yaxshi bilardi. Shuning uchun ham Muhammad Solihni ko'rmoqchi ekanini Gulnorga aytmadi. Siz turk yozuvchisi Ahmadbekjon Erjilosunning Gulnor romani audio kitobi 7-qismini tingladingiz. Uni Qudrat Bobojon ovozlantirdi. Davomini YouTube'dagi Eltuz kanalining kelgusi yo'yinlarida kuzating.